O'lim tugmasi, ya'ni o'lim retseptorlari, bular faslar deb ataladi. Ya'ni CD95 va APO1 retseptorlari hisoblanadi. Bu retseptorlarning asosiy vazifasi immun hujayralarni o'ldirish, ya'ni to'planib qolgan T limfositlarni parchalab yuborish, avtoimmun kasalliklarni oldini olish va organizmga kirgan viruslarni yo'q qilish hisoblanadi. Faz qayerda joylashadi? Ya'ni faz hujayra ustki qismi, ya'ni surfeysining ustida joylashgan bo'lib, ikki qismdan iborat bo'ladi. Faz retseptorlari va faz liganti, faz L. Qachonki faz ligant faz retseptori bilan aloqa qilsa, bu vaqtda signal boshlanadi va kaspaz aktivlanadi. Kaspaz aktivlanib, hujayraning o'limi, ya'ni apoptoz dasturlashgan hujayra o'limi boshlanadi. Endi faz ligantlarning bilan bog'liq muammolar bu fazning ishlamasligi yoki haddan ortiq ko'p ishlab chiqarilishi. Faz ishlamasa, organizmda avtoimmun kasalliklar ko'payib ketadi. Masalan, reumatoidni artrit. Faz haddan tashqari ishlab chiqarib, ya'ni haddan tashqari ko'payib ketsa, bu degenerativ kasalliklarga olib keladi. Bu fazlar o'lim tugmalari deb atalishning asosiy sababi apoptozni tashqi yo'q qilish dasturini boshlab berishi va kaspazani aktivlanishi bilan bog'liq.